Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi ikkita eshigimizni Moskva kolxoziga olib kelib o'rnatdik. Molxonaga. Razmerlarimiz 1.14 ga 1.90. Yana bitta tepaga qo'ydik. Bu ham shunday 1.10 ga 1.90 razmerlar. Profillari 1.7. Qalini listlarimiz qalini, zamoglari hamma narsasi mashina. Bundan ham arzon variantlari bor. Bular ikkovi 3,5 millionga olib kelib o'rnatib berdik. Hamma narsa ichida. Arzon variantlari ham bor. 3 millionga ham, 2,5 millionga ham bitadigan variantlar bor. Ular juda yo'qolashib ketadi. Bular listlari, profillari, kraskalari hamma narsasi yaxshi variantda. Moskva kolxoziga olib kelib o'rnatdik. Kimga shunaqa eshiklar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatingizdamiz. 3 kundan beri faqat kalitga qo'yapmiz. Mayda eshiklarimiz tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolasa tez orada darvozalardan ham boshlaymiz qo'yishdi egalariga tayyor bo'lib qoldi. Rahmat e'tiborlar uchun. Mana atrofni ko'rib o'zi juda chiroyli. Moskva kolxoz. Ikkita eshik o'rnatdik. E'tiborlar uchun rahmat. Obuna bo'lishda to'xtamaymiz. Shu videoni qaysi do'stga shunaqa eshiklar kerak bo'lsa, jo'natib qo'yasizlar. Mana shu nomerlarga aloqada chiqaverasizlar, biz xizmatingizdamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Qani Surxondaryo ustalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Kattakon rahmat.